Sen provokatsiya qilyapsan bo'lib urishyapsan odamlar. Sen provokatsiya qilyapsan bo'lib. Qani provokatsiya? Men o'zimni qo'shin bilan gaplashyapman. Nima bo'lgan? Urishyapsan. Senga urushmagin deyapman. Menga qo'ymas menga buni bu qo'ymas. Kimsan sen jali? Menga urushmadik keladigan. Boraysan, Sen uyingda qilasan xo'jayinchiligini. Kursga qo'yapman. Sen xo'jayinchiligini uyingda qilasan. Boray, tepinglar. Shu ham qilaman. Bor yozi. Boray, yozuvchi uyingni. Sen bilan gaplash. Yozuvchi uyingni bor. Bu joyga birga. Tushundingmi? Sen birga bir qanaqa birga? Qatti birga bir chiqing uzoqligimda. Birga bir chiqadigan joyi yo'q. Men nima qilaman chiqib. Chiqib olasanlar hammanglar. Boray, tepinglar. Sen tepinglar. Ben de otini ham bilmayman. Bilishing shart emas. Senga emas, nechunki? Senga emas. Senga otli. Boray, yozuvchi uyingni qani? Ha, bir jalab Yozuvchi uyingni qani? shaka hammanglar yeb turasan, bilay. Bor yozuvchi uyingni qilay. Ra'no opa nima esi bo'lsangiz bo'ldi. Shakalsanlar jalab. Nima naqul? Bo'ldi. O'zing nima qilyapsan? Maklerdan ham battar gnirasanlar. Ku, qani? gniloysan, qo'ysalar. Shotani ustiga 22 kun nima qilib tashadilar? Nima qilib tashadilar? Nima qilib tashadilar? Sotib olib ko'tiga tiqib tashadilar. Nimasini? Qanday qilib tashadilar? Nima qildilar? Nima qildilar? Ko'tiga tiqib tashadilar. Nimasini? Odamlar tashida qush uyasini buzishga qo'rqadi jala. Uyga jala ko'tiga tiqib tashyapsan. Sotib oldim. Islomga ham to'g'ri kelmaydi. Hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa qilyapsanlar. O'zingcha soqol o'stirib olib, mamta naqul. Sen gapirma, Boray, tepinglar, arada o'ynagin. Ругаться не надо. Один вопрос просто. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Baqirmanglar. Просто смотрите. Bizdimi uniki. Men to'xtab tur. O'zinglar endi sizlarniki. Yo'q, usanikimi? Sen bizani bolamiz oldida qandoq kelyapsan? Bitta rishot qilib qo'yib qo'yinglar. Mani bolalarim turib, bolacha ham qanday qilyapsan? Shunga aytamiz. Men bu odam olib ketaman dedim. Men olib Просто bizga kerak emas. Alkashlar keladi, блядь. Они сами сказали им, чтобы они забрали эти. Ну, они специально делают. Специально делают. Черти. Просто в этом разговор. Я на это не... Вот как они работают. Это их принцип работы. Сначала приводят дом в аварийное состояние, а потом начинают, там у них, оказывается, кто-то есть за спиной, как они говорят, могут устроить поджог, могут сделать какую-нибудь еще пакость, угрожают, что вот будут поджигать, будут сносить, прям с людьми говорят. Вот это люди.